Biz oyga yetib keldik. Sizlarni birinchilardan bo'lib oyga qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Ha. Amerikaliklar doim birinchi. Menimcha biz birinchi emasmiz u. Mahallani obodonchiligiga qarash. Son-sog'oniga sovus qilaman ona. Chapillamay ye, mol osh ko'rmaganmisan? Men sizga necha marta aytganman, shakar opam qiling osh qilsangiz deganman. Ye, ana yerdan mehmonlar kelishdi. Oyda biz birinchimizmi desam, o'zbeklar osh yeb o'tiribdi. Ye, indirjit. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Saturn, akani qo'liga suv qo'y. Qani, o'taveramiz, a? Assalomu alaykum. Bobodan dotsiz yo'qmi? Sigaret bor. Ya, rais bu haqida bilib qolibdi. Yana nos so'rayapsanmi, qo'yag'i? Bor mollar tayin tozala. Yuring, aka, keling. Va akalaring skafandrini teshib qo'yishmagan, o'lib qolmasin. Qoyil lekin biz yillar davomida bu yoqqacha tayinlanib keldik. Siz qalaqib kelib qoldingiz. Bir kun qovun paykalda yotuvdim. Ucharlik kopcha shunday uchib keldi-da, ichidan yangen tushib kelyapti-yu. Yurak bitada urdi-da, ashundan beri oydan. Erkaklarda oldida jittillama, rashqim yomon. Bor ichkariga kirib o'tir. Davay. Chanqagandir sizga yuring, suv beri. Mana, klavisti yangi chiqqani. Moviy malinali ta'mi. Ha endi oshirib yuborasiz. Oyda to'kilma qilsa, xaladini qanaqa ishlayapti? Becharani bir marta chaqmoq urdi, ashundan keyin o'zidan to'sh chiqaradigan bo'lib qolgan. Mehmon, qani suvlardan olingchi. Bu moviy malina Amerikada yetishtirib chiqariladi. Ay, Amerikacha tam. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Qani. Oyda ham trenddada u. Mehmon, siz icholmaysiz, skafandringiz bor. Keling, yechib qo'yaman. Qima, immunitet pasbonlarga o'xshab. Nafas olaver, bet havosi tashkandagi bilan bir xil. Do'stlar, syomkani bombasi bo'lyapti. Atmosferani ko'ryapsizlar. Mana hozir anjanli bola rais buva bilan kosmonavtlar. Yengisi 6 oy oldin haftada 2 ta video qo'yardik, hozir kamaygan, lekin sifatli qilib zo'r qilib qo'yilayotganmiz. Mana Ixtiyor To'laganov mana hozir maskaladamiz. Nimaga do'stlar, shunaqa chang bu yoq hozir tasavvur qilolmaysizlar. Boshi ham og'rib ketyapti. Endi backstage yo'g'ini ko'ringlar. Bu syomkada siz vazifangiz nima? Ovqatlanish. Qo'chqor go'shtidan steak yeyapman. Bu syomkada siz vazifangiz nima? Dekorator. O'zim ham bilmayman. Bu syomkada siz vazifangiz nima? Montajyor, backstagechi, xullas operator. Tashkilchi. Shu uxlash mazza. Uxlash,